Sobirjon? Sobirjon. Assalomu alaykum. Aytmaysizmi? Rahmat, birga bo'lsin. Qanday ishlaring? Yaxshi. Yaxshimisanmi? Yaxshi, rahmat. Qurbon hayitga sizlarga go'sht olib keldim. Qo'chqor so'ygan. Adangi berib qo'ygan. Hayitda maza qilib yeysizlarmi? Ha, mana bu bilan Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Sobirjon? Bu bilan go'sht tashib ketgan ekanlar Qurbon hayitga. Obbo. O'shanga nima qiling? Ha, uyda o'zi go'sht ko'payib ketdi-ku. Bo'lmasam, ana Mahmud akam bor-ku. O'shalarga olib chiqib bergan. Savob bo'ladi. Uyga olib kirmaymi? Yo'q, uyga olib kirma. Xalating to'la go'sht. Adam berib yubordilar degan. Assalomu alaykum aka. Ne var ki sen? Mana adam beribdi Qurbon hayitga go'sht. Rahmat. Rahmat qo'ygan dedi. Ha, uyda ham o'z go'sht ko'p edi. Mana ko'rishgan ekan uylarga olib bergan ham bolalar ham ko'p. Savob bo'ladi, hammi? Mahmud degan berib yubordilar degan, hammi? Ha. Ey, Mahmud degan berib yubordilar degan. Ha. Bo'pti. Assalomu alaykum. Adam mana sizga Mahmud amaqam berib yubordilar go'sht ekan. Obba. Uyda ham go'sht ko'p edi-ku, Zay. Buni boru Ulug'bek anaqangga olib borib berasan. Uni ham bolasi ko'p-da, savob bo'ladi, qizim. Bo'ldi. Bas. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Go'sht berib yuborishdi. Kim berib yubordi? Ro'shan aka, qizlarni. Ancha yog'li go'sht ekanmi? Yog'li go'sht ham beradimi? Sen qo'chqor bo'lsa kerak-da. Mana qara. Bu go'shtni hali dinimiz to'la. Kecha qo'chqor so'rganmiz. Ana Sarturish Mahmud akam bor-ku. Ha. O'shanga olib bergan, o'shani ham bolalari ko'p. Savob. Adam berib yubordi, Ulug'bekning o'g'liman degan. Ha.